Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni o'zimizga yaqin Oltiariq, Qiziltepaga to'kib beryapmiz. Kimga shu atrofdan g'isht kerak bo'lsa, bemalol g'ishtlarimizni ko'rib zakaz qilsalar ham bo'ladi. Mana shunaqa kichkina mashinalar ham bor. 53 dan zillardan ham o'ta ixcham, xohlagan joylarga kirib, olib kirib to'kib berishi mumkin. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib ko'rishlari mumkin shu atrofda. Ishlarimizni holatini hozir to'kilganda ham ovozdan bilsalar ham bo'ladi. Narxlari kichkina mashina bo'lgani uchun 950 kelyapti. 3000 ta, 2500 ta bo'lgani uchun 5000 ta, 10000 ta bo'lsa 930 so'm. 920 so'm atrofida ham olib beriladi. Katta 10000 ta mashinada havoda bo'lsa bu yerga xom g'ishti quyilganida olib ketdi. Priyamoy zavoddan qirisiq g'ishtlarni olib beraveramiz. Mana ovozini eshitibsizlar. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kichkina mashinalar ham bor mana. Isuzu o'ta ixcham. Siz aytgan joyga Marg'ilon shahar, Oltiariq atrofida ichkari ko'chalari bor. Shunaqa joylarga bemalol to'kib beraveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib beramiz. Nomerlarda ana shu nomerlarga bemalol bog'lansalaring, vodiy bo'ylab 10000 talik, 5000 talik, mana shunaqa 3000 talik mashinalarda yetkazib beramiz.